Yuzimga qancha nabor ishlatsam ham yuzim tiniq emas va yorqin ko'rinishda bo'lmayapti degan qizlarimiz uchun menga yosharish naborlari terib bering, yuz hudlaringiz qanaqasi bor deganlar. Qizlar, sizga 100 ta yuz hud nabor tersam ham siz ichingizni tozalamasangiz yoki kerakli vitamin mineral va organizmni to'yintirmasangiz, sizga yuz hudlarini yordam berishi ozgina qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun qizlar, birinchi o'rinda detoks bilan 3 ta shag bilan ichingizni очищение qiling. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shagi ichakni, jigarni, pochkani tozalab beradi va shuni hisobiga siz rangingiz tiniqlashadi va teringiz toza bo'ladi va oqsillar, vitamin minerallar juda yaxshi sizga organizmingizga singishga yordam beradi. Va bu 1 oylik, 10 kunligidan keyin siz Collagen Trinity 20 kunlik va Beauty Blend 20 kunlikni davom ettirasiz. 3 oydan 6 oygacha mana shu ikkalasini davom ettiring, zo'r yordam beradi. Organizmingizda teringizni tiniqlashtirib, oqsil bilan to'yintirgan hisobiga soch to'kilishlari, yuzingizni nafaqat yuzingizni, teringizni tayinlashga juda yaxshi yordam beradi. Va so'raganlar, morskoy kollagen, gyaluronka va govyajiymi, qanaqa bu kollagen deganlar. Uchalasi ham bor. Morskoy, govyajiy, kurinniy hammasi bor. Gyaluronka, elastin tarkibida shakar yo'q. Siz so'ragan hamma mahsulot bor. Eng zo'r kollagenimiz jeli ko'rinishida qizlar. Va Beauty Blendimiz melaninni kam chiqarish hisobiga siz yuzingizni tiniq qiladi va yoshartirishga yordam beradi qizlar. 3 ta naborimiz. Bemalol zakaz qilsa bo'ladi, ichkiga yozsanglar yanada to'liq ma'lumot beraman.